foundationni qabul qilmaydi. Mana o'zimizda Singapurskida agar foundation o'qisa yoki Malayziyada foundation o'qisa, Germaniyani davlat o'qishlari uni как 11-12 yil deb qabul qilmaydi. Faqat universitet anaqasini qabul qiladi. Shuning uchun o'g'lingiznikini yurist o'qiyotgan bo'lsa, 1 yildan keyin o'sha uni qabul qilishi mumkin va u kirishi mumkin to'g'ridan-to'g'ri. Lekin 3 tomonimiz bor. Bu ikkitasi hal qilish oson. Mana bu oxirgisi shu ta'limini, 11 yil ta'limini aniq qilish universitetga qarab. Nimaga bunaqa? Germaniyada ta'lim tizimi markazlashgan emas. Har bitta shtatdan, har bitta shaharning o'zini vakolati bor. U glавныйga bo'ysunmaydi. То есть Berlinniki boshqa, Düsseldorfniki boshqa, Frankfurtniki boshqa. Shuning uchun men ikkalani gapiryapman. Bitta davlat, bitta qonun bo'lganda bir xil gapirar edim. То есть qabul qiladi, qabul qilmaydi. Shuni men savol ostida bo'lmanda, men ishlab qarab ko'rishim kerak bo'ladi. Imminni o'g'lingiz bilan.